Bitta qarasini olaring. Bismillahirrohmanirrohim. Ol. Oshchageli. O'ynay kiysan, yutqizish yo'q. Tushungaringmi? Syomka qilmay tur. Nima Chempionlar Ligasida yaxshilan qo'yapsa, La Liga-yu bu. Qarishtir muzikani. Menga qaralaring bolalar. Har doim gapda meni qizlar tema qo'yadi. Normal o'ynalaring bu safar. Benzema pa, ana ozgina qolib ketgan oshilu. Ha, nafsi buzuq. Modric, agar yaxshi o'ynasang, Toshkentda ikkita xona zo'r kvartira olib beraman. Bo'ldi, xo'p. Menga qara, Firoz. Oyog'ing yomon sasayapti. Senga Abdushitni krossovka beraman. Esqop. Mayli 14 ga olgan kreditini polni yopib beraman. Senga fillik qulog'i baxtga bor komandangga. Men qara albat, aka. Xullas bugun nima bo'lsa ham yetish kerak, zahar berib bo'lsa ham. Chunki o'tgan safar blogerlar tema qo'yardi. Ana Mittimi deganlar esda qo'yapti. Shu gapingizga bitta perikurs. Perikurs yetish kerak. Ani bergan qaysi achigan ekan, qornim olyapti. Bor, variant orqasi variant. Qirya o'ynang. Ey Shalo, nima qilyapsan? Varida qaramaysan. Hozir Hindistonga uchapsan. Sen nima ixtiyorsan? Bilmay qoldim. Men ham bilmay qoldim. Zo'r taklif bilan kelaman. Ikkita gol qilib bersang, storamda reklama qilib beraman. 200 ming odam ko'radi. Ikkitami? Ha, ikkita. bo'ldi kelishdi. O'zi qonni boryapti. Menga qarayki, o'xsha o'ynasang bo'lmaydimi? Strafinal bo'ldi, ko'p gapirmasdan. Penalti bo'ldi. Tur davay. Benzema pa. Yana tualetmi, ha? Yo'q, men televizorda ko'rganman-da. Men kopton ustidan o'tib ketaman, tepas. Gol bo'ladi. Gol keldi. Opa, nima sharmanda qilib? Gol urdimi? Siz randoni penalti qo'ysiz, Benzemasiz. Nima qilmaydi?